Yillik birga kirdi, birinchi kino o'zi ko'rgan odam. Qo'ying endi. Ya ko'ryapti. Hali ham ko'rishyapti, Hech kim ko'rgani yo'q. O'sha kinolarni eslashadi hali ham. Hozir bayramlarda faqat shu kinolar Siz shunaqa deb o'ylaysiz, men sizga garantiya beraman. Men umuman bo'pti, apros qo'yib yuboring mana shu yerda. Apros qo'ying endi, mana bu kinosini ko'rasizlarmi, yo'qmi degan bitta apros qo'yib yuboring. Kommentariyaga yozishsin. Ko'rsatuvni boshlang. Rasmanga ishonmayapsizmi? Shunaqa bo'lyapti. Mana apros o'tkazib yuboring. Ko'rsatuvni boshlaylik Alisherjon endi. Boshlang. Boshlaymiz. Boshlaymiz. Motor ketdi. Motor bormi? Bor. Nasridan buzadi kelganman. Boshlang, kim boshlaydi? Bugungi mehmonimiz ko'pchilik kutgan, ko'pchilik maza qilib intiqib kutgan aktyorimiz. Men to'g'risi uncha tanimayman. Alish Eruzoqov. O'tdi qarasam, o'tdi. Eruzoq. Qayerdan oldingiz bu ismni hozir? Ey, qayerdan oldingiz mana shu ismni hozir? Uzoq. Nima degani u Uzoq? Mana Alish ism bormi? Hech eshitganmiz shunaqa ism? Eruzoqov. To'g'ri yozibsizlarmi? Ketdi bu boshni.